Muhammad Rizo aka, nima qilyapsiz aka? Bu qaysi mahsulot? Xo'p, hozir berib turgan mahsulotimiz dunyo bo'yasi supermoshli emulsiya. Bu emulsiya Atacentoni tagiga ishlab ketyapti. Bu emulsiya haqida to'liqroq ma'lumot bera olasizmi biz obunachilarimizga aka? Bu emulsiyamiz supermoshli bo'ladi. Qolgan emulsiyalarga qaraganda yuvilish kuchliroq bo'ladi. Ham oqligi ham yaxshi bo'ladi o'zini holatida. Mana to'q ranglarda ham o'zini polosib tashlamasdan yaxshi tutib beradi. Hozir nimaga aynan mana shu doskaga surtyapsiz aka? Bu doskaga surtib turganimiz sababi yangi obrezatsiya qilyapmiz klientlarimiz uchun. Shuni hisobiga kombinatsiya ko'rib olsalar ham bo'ladi. Misol uchun to'q rangda, och rangda qanaqa tutadi Atacent o'zini, shuni tayyorlayapmiz. Ha, demak, showroomga kelgan har qanday mijozimiz mana shuni ko'rib, qo'llar bilan ushlab qurgandan keyin xarid qilib olsalar bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ko'p joylarda o'z faqirda turgan bo'ladi mahsulotlar. Ha. Biz iloji boricha sharoit qilib beryapmiz klientlarga. Ha, demak, Qo'qondagi showroomdan shunaqa Atacent bo'limida faqirlar qo'yib qo'yilgan. Mijozlar baribir buni ichidagini bilishmaydi-yu, shuning uchun siz mana shunaqa qilib surkab tayyorlab qo'yapsiz ekanda aka. Ha, albatta. Qulaylik. Siz akalar, mabodo sizlarga ham mana shunaqa Atacent mahsulotlari, tikuringlar, emulsiyalari kerak bo'lsa, Qo'qondagi showroomimizga tashrif buyursangiz bo'ladi. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Chorlsdan 3-maktab tarafga harakatlanganimizda o'ng qo'lda san'atkorlar uyi tagida.